Allohim yetkazgan buyuk ne'matim. Ham fikr, ham dardim, ahli jannatim. Borligiz, shodligiz, ulug' davlatim. O'zimning farishtam, mehribon singlim. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik yo'llarini nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan Dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda. Va men boshlovchi Muslimaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ziroatxon opajonimiz bilan bog'landimmi? Aha. Xayrli kunlar bo'lsin opajon, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz a'lomi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q, bemalol. Tilaklar ichidan izlab topganim. Alloh nigohini sizga qaratsin. Yagona oltinchim Allohdan bokun sizdan insonlarni ko'proq yaratsin. Opajonim, sizni bugungi tavallud ayyominga shukronalik kuningiz payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Ketdik opajonim, sizni ayni damda Dil izhorim teleradio loyihasidan bezovta qilyapmiz va ushbu loyihaning boshlovchisi Muslimaxon bilan muloqotdasiz. Bugun bizning loyihamizga o'zgacha tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz opajon? Siz kutgan, balki kutmagan yaqinlaringizdan kim sizga mana shunday tabrik xatlarini yo'llagan bo'lishlari mumkin? Bilmadim, men hammalari shunaqa e'tiborli qaysi birlari ekan o'ylab topolmayapman. Yaqinlaringiz orasidan taxminingiz bormi? Kimni o'ylarim? Yo Mansurxon opam, yo bo'lmasa Niloxon opamdir. Mashallah, sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas mehribon akajoningiz Islomjon aka, opajoningiz Masturaxon opalar nomidan kelibdi. Rahmat, yashasin boriga. Va ular bilan birgalikda onajoningiz Muazzamxon ona, jiyanlaringiz Mushtarixon, Imronbek, Habibaxonlar ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat, yashasin. Opajonim, endi birozgina qimmatli bo'lgan soniyalarga vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan dil izhorlarini Allohim qodir qilgancha o'qib eshitirsam maylimi? Xo'p, mayli. Rahmat. Rahmat ketdikan. Assalomu alaykum, yuragimning bir parchasi, ko'zlarimning oqu qarosi. Avvalambor sizni muborak ayyom ila chin dildan muborak etaman. Bugungi muborak ayyom musaffo rangdagi olamda eng shirin orzularni tilayman sizga. Chehrangiz hech qachon g'am hasrat ko'rmasin. Go'zal hayotning barcha baxtli va ajoyib oylari sizning kundalik hayotingizdan o'rin olsin. Bugun yuragim quvonchga to'lib, qo'lim qalamga, tilim so'zga yetmayapti. Chunki Bokon mening hayotimdagi eng aziz inson, mehribon, oqila va doimo qo'llab-quvvatlovchi bo'lgan singiljonimning tavallud topgan kunlari. Oq ko'ngilli farishta, mehrda tengsiz bo'lgan singiljonim. Umringiz uzoq, tanijoningiz sog', martabangiz ulug', iymoningiz mustahkam bo'lsin. Allohimdan nima so'rayotgan bo'lsangiz, barchasi ijobat bo'lsin. Ko'zlaringizdan quvonch, yuzlaringizdan aslo kulgu tabassum arimasin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Mehrligim, yuzlari nurligim, mehr muhabbati tengsiz bo'lgan qadrligim. Allohim nasib etsa muborak qadamlaringizni takror Baytullohga yetkazsin. Barcha oila a'zolarimiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Bu hayotda shunday yana baxtli inson bo'lingki, baxtdan qochib omadga qoqiling. Dunyo turguncha bizning baxtimizga sog' salomat bo'lib, yorug' kunlaringiz yanada ko'payib, chiroyli davralarda bosh bo'lib yuring. Sizga dunyodagi barcha yaxshi tilaklarimni tilab qolaman. Xonadoningizga tinchlik, quvonch, shodlik, tugab bitmas baxt tilayman. Barcha qalbingizdagi ezgu tilaklaringizga yetib yurishingizga tilakdoshman.
Baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman singiljonim. Allohim yetkazgan buyuk ne'matim. Ham fikr, ham davdam, ahli jannatim. Borligiz, shodligiz, ulug' davlatim. O'zimning farishtam, mehribon singlim. Qalbim yarasiga malhamim o'ziz. Gullagan bog'im ham, chamanim o'ziz. Hech darddan iltimos, yoshlamang ko'ziz. Mening yegonam, qadrdon singlim. Chiroyli siz gullar naslidan, go'zallarning naqshisiz singlim. Qolishmaysiz bahor faslidan, siz hammadan yaxshisiz singlim. Borligingiz bu baxtimdan darak. So'zlaringizdan sevinar yurak. Ming yaxshilar, menga ne kerak? Siz hammadan yaxshisiz singlim deya ajoyib bo'lgan dil izhorlarini va she'riy maktublarini aynan siz uchun mehribon akajoningiz va opajoningiz yo'llab o'tibdilar. Rahmat. So'zlarga, shukrlarga ham rahmat. Rahmat kattakon opajonim. Ayni damda siz bilan bo'layotgan suhbatimiz ijodiy guruhimiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizning ham mana shu mehribon akajoningiz, opajoningiz uchun salomlaringiz, iliq so'zlaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni eshitadilar. Rahmat bo'llarga shukr, onajonlari sog' bo'lsa hammalarini. Sizlarga mana shunday mehribon, yaqin insonlaringiz bariga hamisha sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib olinglar. Hovlimizga bir kuni kirib keldi farishta. Hamma xursand shu kuni oppoqqina bolishda. Yotar edi jilmayib, ko'zlarida sehr bor. Yaratganga ming shukr, endi meni singlim bor. Ba'zilarda 5 o'g'il, lekin bitta singil yo'q. Mening esa singlim bor, shundan mening ko'nglim to'q. Bir onaning o'rnini bosolmaydi 5 o'g'il, lekin ona o'rnini bosarkan bitta singil. Mening asal singlim bor, meni shakkan singlim bor. Aytaman takror mening asal singlim bor. Marjon ko'zlaringdan oqmasin hech ko'z yoshing. Onam dayin bo'lsin seni bag'ringdagi bardoshing. Joning omon bo'lsin deyman, bu yagona o'tinchim. Aka degan so'zlaringdan singil jonim sevinchim. Dadam ishga ketgan mahal orqasidan ergashib, to'ng'ich akam qizi bilan o'ynashib goh talashib. Onam deydi mehribonim, erkatoyim quvonchim. Sen uyimiz farishtasi, singil jonim sevinchim. Mening asal singlim bor, meni shakkan singlim bor.